Bu odam haqiqiy daho. Mana 500 yil oldin yo'qotilgan daho tikuvchilik maslahatlari. Teshik paypoqlarni tashlamang. Atrofida 6 nuqtadan tikib chiqing, bir nechta chok qo'shing va teshik chiroyli yulduzga aylanadi. Ham go'zal, ham amaliy. Xuddi shunday uzun yenglar bo'lsa, ularni kesmang. Kerakli uzunlik bo'ylab, chiziq bo'ylab tikib, ipni torting. Yenglar mukammal qisqaradi. Ko'pchilik insonlarni onalari o'zidan bir necha razmer katta kiyimlarni olishadi. Ya'ni beldan keyin ham kiyasan, undan keyin ukalaringga ham qoladi deyshadi. Sizda ham shunday bo'lganmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, biz esa davom etamiz. Sevimli sviteringizni umrini uzaytirmoqchimisiz? Eski paypoqlarni bo'yin qismini kesib olib, ko'rinmas chok bilan tikib qo'ying. Endi sizda yangi sviterni olishga hojat yo'q. Agar jinsi shimlarni choklari so'kilib ketsa, ipni chalkashtirib torting. Tekislab, asl ip bilan qayta tikib qo'ying. Endi yangi shim olishga ham hojat yo'q. Matoda yirtiq paydo bo'ldimi? Bir parcha mato joylashtirib, 3 qator chok bilan 3 ta barg shaklida naqsh yarating. Yirtiq joy uslubiy elementga aylandi. Bu maslahatlarni har kim bilishi